Assalomu alaykum hammaga. Bugun men Andijon viloyati Chalag'u tuman Janubiy Olomouchga qarashlimi. Ular 70 yillik eski 70 yillik hozir orom shifo sihatgohi deb qo'ydi. Ular 70 yillik sanatoriya. Bu yo'l. Bu araq. Aralarimiz endi suv kelyapti. Katta araq deb nomlanadi. Kanal kichkinagina. Tepada Navruz bayrami bo'lyapti. Navruz sayli. Sekin chiqamiz, ko'ramiz. Qanaqa sharoit nima. Sekin ko'tarib ketyapman, kirib ketyapman mayqa. Tepaga qarab ketyapman sanatoriyami? Sanatoriyaga qarab 70 yillik sanatoriya deyilardi. Bu yer hozir orom shifo sihatgohi deb qo'yibdi. Nimanidir 70 yilligi. Bilmadim u. Tepaga chiqamiz, ko'ramiz qanaqa sharoitlar. Yosh bolalarga воздушный batut ekan. Endi shirishib kerak ular. Bu yozib qo'ygan. Evet. Yangi O'zbekiston. Assalom Navruz deb. Tepadan yana ko'ramiz. Bu yerda dori bor ekan. Dorivozlar. Endi ko'rsatsa kerak endi. Yana ham tepaga qarab ketyapman. Ozgina charchat bor. Andijon marozanlari hamma yerda. Akalarim so'yib chachib tashlashibdi. Hozir tepaga chiqaman. Tepadan ko'rinishi dordi. Sutchalari yayrayapti. Yosh bolalarga bak. Endi popcornlar. Tepadan ko'rinishi bu Andijon ketarish yo'li, bu yoqi Ravek, Andijon ketarish yo'li, pastda ariq, bu yog'i Paxtachi.
Xo'rozimiz ishini boshlabdi. Tak, suratlar, kartinkalar deydimi? Rasmlar. Bu qaysidir muzikal dasturxon bo'lishi mumkin. Hozir rasm yo'lyapti. Rasm chizyapti. Realni времени. Hozir mashina siz ko'rib turibsiz, sizyapsizmi? Mashina anaqani? Ha, mashq holatda. O, mashq holat mana. Odamlar turgan, tabiat. Qo'rchoqlar. Muzika maktabi dedi-ya bu. Muzika maktabi. Muzika, 13-muzika maktabi. Muzika qo'yib qo'yishdi. Endi o'tirishgan dasturxonlar tuzashmadi. Tepadan ko'rinishi yana bir bor mashinalar to'lgan yo'lga uni chiqarishdi. Torchimiz ham amalyaptgan chiqyapti shunday. Shunday kavlashyapti. Hozir muzikaga mos kelamiz. Böyle kavlashlar. Atirgullar ochdi chiroy. Akalardan so'rsalar do'qlar kiyib qo'yilaman. Yulduzlar ichra talxoy, yulduzlar ichra talxoy. Azizim sen mening azizim. Sumalak tayyor bo'la debdi. Mening azizim. Layapti tayyorlar. Usolar. Bolajonlarimiz uchun alkishlar qo'shamiz. Bolajonlarimiz, bayraminglar bilan. Hammaga bayramingiz qutlug' bo'lsin. Hop, yashang. Opalar o'ynayapti böyle ya. Aram o'tirish. Yo'lakchalardan o'tib ketamiz. Chiroyli qilib qo'yishdi. Sun'iy qilingan u. Chiroyli. Stollarda odam yo'q deb men hali hayratlanyotgandim. Ro'za vaqti hozir, Ramazon vaqti. Shunga ko'p bayram iftorlikka bo'lar ekan. Manoni ichiga stol olib kelib qo'yishgan, kech paytini 6da terib iftorlik bo'lar ekan. Oqsoqollar chiqishar ekan, xullas ashunga. Shuning uchun dasturxonlar ko'p tuzalmagan ekan.
nima daston tuzolmagan deb so'radim tiktasidan. Tog'amiz zo'r joyda ovqat qilyapsiz ekanda, mana vitni qarang siz vitda. Sho'rvani endi tashasiz-a? Sho'rvami bu? Ha, iftorlikka tayyorlash shekilli-da. Ha, shunga. Men o'zim aytdim-da, hayratlanyaptim. Hozir Ramazon ro'za-yu. Bo'lmasa davno ovqat pishgan bo'lardi bunaqa payt, ha? Ha, charchamang. Naql o'zlariga joy qo'yapti. To'sib. Ana, bolalar batut o'ynayapti. Cha chechyapsizlar. Tepaga chiqamiz yana. Tepada yana bitta dara bor. Qaranglar, bu yerda ham sumalak bor ekan. Nechta sumalak bor? Tak, o'tirishdi bu yerda. Dasturxonni o'tirishdi. Dasturxon tuzaganlar tuzab olgan. Zamonishyapti ekan. Hali ovqatni ham boshlamagan ko'pchilik. Nima deysiz? İptallikka. Aslari ham ketyapti mana. Akalarimiz ovqatni boshlabdi akalar. Osh qilyapsizlarmi, hormanglar? Osh qilyapsizlarmi? Ha, bo'ldi gap. Damal yotishib ketganda chiqishi bor. Ha, bu yerda ham ha, yer o'tirishib ketgan. Boshladi ustalar. 50 kilo mana shunaqa. 50 kilo. $60 kilo dedi. 60 kilolik bola hozir 50 kilolik ham zo'r otdi. Men cho'ta chalg'ib qoldim. Olmadim. Ot endi. Bitta brasok ko'raylik endi. Ha, bu qattiq solishyapti usta bolalar. Otto. Usta bolalar yana boshladi. Ot endi. Arada polvon tosh ko'taryapti. 5 minutda ko'tarish kerak ekan. Damal nechta olsa ham. Ko'raylik endi bitta brasokidan. Davay, bo'laveradi gap. 60 kilo deb bolalar.
boshqacha. Yiqitmabdi. Xullas bular tushib tursin, men bir aylanaman yana. Nesalar tashashdi. Bu yerda hokim bu aylanib yuribgan, tepaga chiqib oldim. O'ynashyapti bular. Bular bilan qadrlar. Yo'da bayram. Aymadım dedim sana, olmadım dedim sana, aymadım dedim sana yok. Rahmat güzel kızlar videosu bakın. Harfi çok koyalım. Yana qizchalar. Güzel kızlarımız. Nima ekan bu aytingchi? Ha, madan bor ekan bedana. Madan bor ekan. On dokuzuncu maydan canımı anlamışsın. Jonli ijro ekan bu yog'i. Музыкальная школа. Номер какой, я не знаю.
uzadi. Hormaylar nega? Akamiz nima bu ovqatimiz? Keldik. Bu bastavamendi nima? Ko'chosh. Bu sazi moshga tayyor, kechki paytga endi. Sazi ham tayyor ekan bu yoq. Samovarlarda choy qaynayapti. Shabuz! Seni mamikasiga bitta. O, akamiz sazi bosyapti o'zi yakka. Bayram xullas davom etyapti. Ko'p bazm bo'lyapti, o'ynashyapti. Ko'pdan ovqat bilmasalar kechki paytga bo'lar ekan, iftorlikka. Endi ro'za tutmaganlar bemalol ovqatini dasturxon tuzab turishdi. Shunaqa, endi bu pastlikka ketaverish. Pastlikka ketaverish. Odamlar chiqib kelyapti. Soat 3 bo'lsa ham. Mana ham. Shunaqa gaplar.